Banka kelgandik, kredit olmoqchi edik. Men qorovulman, boshliq ichkarida, ichkariga kirasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi. Yaxshimisiz? Keling. Biza No'g'ron bankdan kredit olsa kelgandik. Keling. Nima chidabsiz? Siz rasmiydi. Nima keldingizlar? Kredit olmoqchi edik sizlar banklaringizdan. Bu biznes ochmoqchi edik. Ha, kreditmi? Oz. Kredit bo'lsa, ana hujjatlarni tahlil qilasiz, ana bering imzo chekasiz. Shu hujjatlarimi? Ha. Bo'ldi bacham, ketma. Olib keldim mana hujjatlar. Yaxshi, indikda mantiqiy savol beraman. Javob bersangizlar, o'zim No'g'ron bank boshlig'i sifatida kredit ajrataman. Rozimisizlar? Rozi, zo'r bo'laydi lekin. Mani uyimda bitta kuchugim bor, uni oti nima? Yo'q, unangim bu. Sani kuching otini qilmayapmiz biz. Osonlashtiraman, bosh harfi Z dan boshlanadi. Zdan? Zo'rroqmi? Yo'q. Zombimi? Yo'q. Zaychikmi? Yo'q. Zo'rroq nima aytdi? Zombimi? Yo'q. Zizi. Yo'q. Ziki. Zikimi? Yo'q. Zaribmi? Yo'q. To'xolmalik. Nima oti? Nima? Oti Tuzik. Unangim yo'q. Qani bu yerda Z? Bosh harfi T-ku buni. Qani bu yerda Z? Zato o'rtasida Z bor. Bu jilyagan Turkiya kredit beringlar desang bo'ladi-ku. O'zi men bularni nomidan bilgandim-da, No'g'ron bank deydi, o'zi jilliligini bildim bularni. Jillik. Nima bo'ldi? Kredit oldingizlarmi? Bular hammasi bir xilda. Yo'q, ola olmadik. Nima desang? Menga qaranglar, ana shu boshliq bilan men qarindoshligim bor. Agar ana kuchugim laqabni topsangizlar, men o'zim yordam beraman. Yana kuchuk. Tuzukmi oti? Yo'q, bosh harfi O'dan boshlanadi. O'dan? Olafarmi? Yo'q. Oymomanmi? Yo'q. Bu endi topolmadik, nima? Bubik. Ketdik. Men qarindoshman.